Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan Nasiyaz X PUBG Mobile kanali. Bugungi videoga xush kelibsizlar bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile akkauntimiz uchun Buldrop saytida test qilamiz. Zo'r sekretni qani tez ko'paytirsa bo'ladi. Taktikalar, galaktikalar hammasiga o'rgataman. Video boshlamadan oldin albatta videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Chunki men videoga 120 yuz qo'yganman. 2 kun ichida mayli 1000 ta like yig'sin, 120 yuz, 13 yuzdan ikkita odamga pодарок qo'raman. Просто like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, kommentariyaga PUBG Mobile ID raqamini qoldiringlar. Bo'lsa dizayn xizmati kerak bo'lsa, eng arzon yuz xizmat kerak bo'lsa, kuchlicha XL pasli yuzga murojaat qilinglar. Dizayn xizmati ekranda chiqib turgan yuzlarga bemalol yozaverasizlar. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Jigarlar, Buldrop saytiga kirib oldik. Mana buldrop.web qidiruvga Google'ga Chrome'ga yozsangiz chiqadi. Mana Buldrop sayti. Endi sizlar bilan hozir birgalikda sizlarga strategiyalar, tekin o'rgataman. Bola shu joyda videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. 120 yuz qo'yganman. Yutish uchun videoga like, obuna bo'lishinglar shart jigarlar. Xo'p, men kirib olganman. O'zingizlar registratsiyadan bu yoqdan o'tib olasizlar. Keyin men yoqda men hozir 1000 bolt coin'im bor. Ya'ni to'ldirish qilganlaringda bu yoqda 1000 xolisizlar mana 1.5 so'm, xolisizlar 10 ming so'm tashab Buldropda o'ynasanglar bo'ladi. Mana bu joyga promokod kiriting degan joyga XL Public deb yozib qo'yishingiz kerak. Bo'lsalar tekinga promokodlar, bonus pass promokodlari kerak bo'lsa albatta Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Kommentariyada kodlar bor. Uni kodlardan foydalansanglar bo'ladi kommentariyada. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, bu yerda sizlar pul tashlamasanglar, mana tekinga keslar bor. Misol uchun men o'tib Telegram kanaliga obuna bo'lsam, bu yerda men 27 bolt coin narsalarni bemalol tushirib, mana kontaktlarga obuna bo'lsanglar bo'ladi. Ikkinchigalar bu yerda Bull Pass bor. Mana yerda Bull Passda tekinga albatta Bull Passga sayohat qilinglar. Yangi mavsumda qo'shilgan va bu yerda missiyalarni bajarasizlar, Bull Passning uravini oshirasizlar va bu yerda tekinga bolt coinlarni qo'lga kiritsanglar bo'ladi do'stlar. Endi sizlar bilan 1000 bolt coin'im bor. Mana shuni sizlar bilan birgalikda yusi ko'paytirib, yusi qilib chiqarib olsak bo'ladi jigarlar. Bu yerda mana Akula Opsi degan case ochamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, 4 talikdan birgalikda sizlar bilan ochib, omadimizni sinab ko'ramiz. Xo'p, 32 566 juda ham zo'r, juda ham salkam 1 berdi. Uncha ko'p risk qilmanglar, riskka amal qilinglar. Albatta video sizlarga yoqsa like, obuna bosinglar. Endi sizlarga strategiya o'rgatsam. Strategiya nimadan iborat? Bu yoqda mana o'yinlar bor. Men sizlarga o'zim o'ylab topgan yangi strategiyam bor. Misol uchun bu yoqga men hozir 10 bolt coin qo'yaman va 12 ta granatacha qo'yaman. Xo'p, yutqizaman bunda. Ko'ringlar, yutqizim birinchisi, bosaman, yutqizim. Ikkinchi marta ketmaga yutqizdim. 100 qo'yaman. Xo'p, yutdim. Ko'rdinglar? Bu strategiya 2 marta ketma-ket yutqizasizlar va uchinchisi ko'proq bolt coin qo'yib yutib olsanglar bo'ladi do'stlar. Bir yutqizdik. Yutdik va bunda ham yutqizamiz. Aytdim. Endi buni 300 bolt coin qo'ysak bo'ladi. Ko'rdinglar, yutdik. Strategiya prosta ishlayapti. O'zim o'ylab topgan strategiya, risklarga amal qilib yutibsizlar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ko'paytirib 1900 ga ko'paytirib oldim misol uchun. 2 marta yutqizasizlar, uchinchisida ko'proq bolt coin qo'yib strategiya qilsanglar. Albatta, sizlarga yoqsa qilinglar, yoqmasa qilmanglar, lekin bu o'zim o'ylab turgan strategiyalardan bittasi. Xo'p, yana bizga ko'proq beradigan sizlarga strategiya o'rgataman. Bu yerda CS2 o'yinlar juda ham ko'p. CS2 standart Roblox CS2 juda ham zo'r beradi. Mana shuni esingizdan chiqarmanglar. Nisbatan CS2 juda ham zo'r beradi. Ishonmasanglar, hozir sizlarga isbot bilan ko'rsataman. Kommentariyada tekinga promokodlar bor. U promokod ishlatmoqchi, promokod kiriting joyga kommentariyada promokodlar bor. O'shani terib sizlarga ati 100 ta odamni ishlaydi. Sizlarga tekinga promokod, u promokod ishlatsangiz sizlarga tekinga bolt coinlar, har xil narsalarni olishingiz mumkin. Xo'p, yana ochamiz, omadimizni sinab ko'ramiz jigarlar. Albatta like, obuna bosib qo'yinglar. Bolalar 100 ga ozgina qoldi. Wow, juda ham zo'r. Qaranglar, 1350 bolt coin 1610 berdi. Ko'ryapsizlar? Men nima dedim? CS2 zo'r beradi. Chunki bunda qaranglar. 3800 bolt coin, prosto kesdi ham bor. 320 500 normalniy. Prosta tag bor-ku, dahshat beryapti. Ko'ryapsizlar? Endi bitta chiqamiz, 3000 bolt coin qoldi sizlar bilan. 3000 bolt coin qoldik. Men ikkitalik bitta skip beramiz. Wow! Mana Arushan ko'ryapsizlar, 2156 bolt coinlik narsa berib yuboryapti. CS2 mana bola strategiya, sizlarga bunaqa narsa tekin o'rgatmaydi hech kim.
bo'ldi. Agar sizlarga Bultcoin o'ynab berish xizmat qiziq bo'lsa, ekran ustiga chiqib turgan XL passiv UC eng arzon UC servis plus Bultcoin eng minimum 100 ming so'mga ko'paytirib o'ynab beramiz. Albatta riskka amal qilgan holda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuchlicha XL passiv UC 257 mana minus qildik. Albatta bolalar bunday minus bor, risk bor, riskka amal qilishingiz kerak. Endi qaranglar 5 talik ochamiz. 2 marta ketmakda omadimiz sanadi, lekin mana shunda omadimiz keladi. Uchinchisi chunki bu. Hop. 1100 minus endi 10 talik omad sinaymiz. 2,5 mingga 10 talik. U ham minus bo'ldi. 3 marta ketmaydi. 848. Davay ber. 4000 bolalar. Bu joyini screenshot qolsak ham bo'ladi. 4200 berdi. 4200. Sotamiz. 6000 Bultcoin'imiz bo'ldi. Endi biz UC chiqarmoqchi bo'lsak, albatta aytib o'tgandek, to'ldirayotganlaringda Clickbor, Humo, Uzcard, Visa, kriptovalyuta orqali to'ldirsanglar bo'ladi. Passwordga tushasizlar, necha pul to'ldirmoqchisizlar. Deylik 10,000 so'm, misol uchun 65 Bultcoin tushadi. Lekin sizlar XL, PUBG hammasi qo'shilgan, hammasi katta harfda amalga oshirish bitta bosasizlar, foydalanib bo'lganman. Shundan promokoddan foydalanib sizlarga 20% bonus beradi bolalar. Hisob to'ldirasizlar, klikli bu narsani to'ldirib, Bultcoin tashib olsanglar bo'ladi. Endi chiqarib olishga bosamiz va bu yerda PUBG Mobile ID raqamimizni qoldiramiz va bizga 6000 Bultcoin'imiz necha UC berishini bilib olishimiz kerak do'stlar. Xo'p, 3850 UC bitta, 660 UC bitta, keyin 60 UC dan bitta berar ekan. Ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r. Endi men nima qilaman shu joyda? Men unchalik ko'p menda yana hammasi chiqarib olmayman, chunki yana men ko'paytirishim kerak. Shuning uchun где-то bir 2000 mi? Hop, 2000 emas, 2400. 2600 Bultcoin'im. 2600 Bultcoin. Hop. İlgi kam ekan, 2548 ekan bolalar. Mana shu chiqarib olaman. PUBG Mobile ID raqamini qoldirasizlar, PUBG ni tanlaysizlar, necha Bultcoin'lar chiqarib olasizlar, tagida yusular soni chiqaraman, 1860 manga yetadi. Shu chiqarib olishdi, bosaman. Bo'ldi, pulni chiqarib olish zo'r. Endi sizlar aytishim, brad bu haqiqatan rostmi? Bolalar, endi masalaga isbotni ko'rsatam. Shaxsiy kabinetga o'taman, chiqarib olish tarixini ko'rsataman sizlarga. Bu yerda men UC chiqarib olgan UC'larim, isbotlari, atsiflari, albatta Telegram kanallarimda kuchli eksapasiya UC yozib, o'zingizlar misol uchun bu drop akkauntlarni kuchaytirmoqchi bo'lsanglar yoki OPK qilmoqchi bo'lsanglar, albatta yozib qo'yishinglar bo'ladi. Men 320 500 1,5 UC, 660 UC, 325 325 660 UC, 4000 UC, 4000 UC, 10000 UC gacha sayfkalar berib chiqarib olganlarim isbotlar hammasi shu yerda chiqadi. Sizlarga ham xizmatimiz kerak bo'lsa, kuchli eksapasiya UC'ga albatta murojaat qilinglar. Albatta bu yerda zo'r to'lov uchun bonuslar, megalodon, hamma narsalar bor, zo'r keyslar, hammasidan foydalansanglar bo'ladi. Ijgalar mana joyda 120 esinglardan chiqmasin, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta kommentariyada aniqlayman, 3 kun ichida 1000 ta like yig'sa bo'ldi bolalar. Hammalarga omad, bosinglar.